Avvalambor assalomu alaykum barchaga do'stlar. Ish bor. Bu ishimiz Medvedkova metrodan chiqqandan keyin avtobusga o'tiramiz. Bir 15 minutlik yo'l. Mana shunaqa katta binolarni podyezdini tozalash kerak. O'zingiz guvohi bo'layapsizlar. Mana salafanlarni qo'yib, eshiklarga qora kraskalarni sepilgan. Shu kraska sepilgan joylarni sredstva beradi. Sredstva bilan ishlaysizlar. Shuni ham aytib qo'yay. Hop. Chisti qilish kerak, pollarni artib tozalash kerak, mana salafanlarni shilish kerak. Mana guvohi bo'layapsizlar, yerlarga tekkan shu kafellarga, shularni ham tozalash kerak. Mana oynalarga tekkan qora kraskalarni shu sredstva orqali tozalash kerak. Bizga ayol qizlar kerak. 4 ta 5 ta. Agar erkak kishilar ham ishlayveramiz bunaqa ubорка ishlaydi deydigan bo'lsani, aloqaga chiqinglar. Mana o'zingiz guvohi bo'layapsizlar. Podyezdlar mana shunaqa holatda iflos bo'lib yotibdi. Mana shu narsalarni tozalash kerak do'stlar. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Moskva, Podmoskvadagilar kelib ishlashi mumkin.